Hammaga salom. Bugun sizlar bilan O'zbekistondagi yagona bo'lgan $6,900 ya'ni 121 k video zapis bor akkaunt obzorini qilib chiqamiz. O'zbekistonning eng qimmat akkauntlardan bittasi, eng katta video zapisli akkaunt. Bu O'zbekistonda eng birinchi o'rinda turadigan akkaunt. Mana bo'ladi video zapisdan Slavadan 4-o'rin uzog'i, yo'masa kamida 2-3. Profildan boshlab ko'rib chiqaylik. Unutmaymiz, bu akkauntda serial 3 ta qism bo'ladi, 15 minutdan. Nimaga? Chunki YouTube'ga katta video qo'yib bo'lmayapti. 15 minutdan oshiq video qo'yib bo'lmas ekan. Поэтому maslahat qilamiz 3 ta qism qilib. Bu normal. Birinchi qismda polni ikonka, Brawl Pass Plus, Pro Pass, Pin hamma narsani qilib berib, ikkinchi videoda hamma skilllarini bitta-bitta alohida qilib, uchinchi qismda full turizmni obzor qilamiz. Turizmda 205 mingdan oshiq ko'pkali odamlar ham bor. Endi qiziqish uchun tafakkur aytdim. Akkauntga keladigan bo'lsa, buni redki narsasi profilda ko'rinmayapti. 118 ta default, Prestige 104 hammada bor. Botda 121 ga rovna video zapis turibdi. Bu lekin O'zbekistonda hech kimda yo'q. Alenki Slava bu juda redki, почти 3. Hech kimda yo'q Slavalardan va video zapislardan. Akkaunt 2020-yil ochilgan. Uruven opta 286. Sekin astalik bilan ikonka Y-ga o'tamiz. Botdan o'ldiroq ko'zga tashlanadigan narsalardan 2 bor, 3 bor. 4-chi o'sha ko'pchilikda bor, 2 kamroq odamda bor, lekin bir xilida bir ham bor, ko'rganman. Pasroq tushib turadigan bo'lsa, bizda ham old skillimizdaniki. Skilllarni sotib qo'yapti ikonkalar. Bizda Alien 2niki bor, ikkita ikkinchi Prestige default. Shunchaki bir chaylik ikonka Y-lari bor. Bunaqa ikonka kolleksionniy akkaunt. Bunaqa to'ldirib kelingan ikonka Y-lar juda kam O'zbekistonda. Alien 2niki ikonka Y-si. Yaqinda pinini ham olamiz, inshaalloh. Pinlarga keladigan bo'lsa, pinlar juda redki va vashi qichiq pinlar bor. Faraon, Brawl Pass Plus sezon pinlari, hamma Brawl Pass Plus sezon pinlari hammasi mavjud. Bizda mana ko'pka pinlari ham mavjud. U hisoblanadi. Mana bor. Skaner orqali olingan silka. Supercell Store pinlarini 90% olingan, hozir tarqalib ketgan. Mana pin bor, chiroyli ishlangan. Mana bor. Ko'rishingiz mumkin qo'ygan narsalar default, chunki skilllarni sotib qo'yaman, поэтому shunaqa qilyapman. Titulga keladigan bo'lsa, bir payt O'zbekistonning eng ko'p titul bor akkaunt mana edi. Undan keyin birinchi prime qilsalar titul beradigan qilib qo'ydi, поэтому hamma titul bor. Shuni suv ichib olay. Hop. Profilga qo'yadigan anaqa ramkalarga o'tadigan bo'lsak, butdan birinchi ranker anaqalar bor, ramkalar, rank. 2025-yil Liga Masterov. Bundan bir dona qilingan, bir dona. 2025-yil Liga Rank Masterdan bitta kichkina bo'lgan rank legendariydan hammasi qilingan. 7 ta, 7 tadan 7 ta. Mifik hammasi qilingan, almas, zolta, cerebro, bronza hammasi full. 2024-yilga keladigan bo'lsa, master rank qilina olmagan. U payt ko'pchilik yosh bo'lib, ko'pchilik qila olmagan. 2024-yil hamma lega bor, 7 ta lega, 7 ta mifik, 7 ta almas, zolta, cerebro, bronza.
Alien Femni avatarkasi Slavali Tuda video karta X eng oxirgi level. Prime 104 ta musor default narsa. Prime ko'tarim kelmayapti kubka bilan. Chunki hammada kubka bilan hozir ko'targanim bilan ularga yetib olish foizim kichkinacha hozir. Aytdim o'zi erkishdan o'ynab qo'yaveramiz. Keyingisi yo'tadigan bo'lsa. Buffy'ga yig'dik. Wow, hamma Buffy ochilgan, lekin Buffy'larning bittasini ham skin yo'q. Chunki 10 ta blink tasavvur qilinglar. 10 ta blink. Bilmayman. Dunyoda mana degan odamlar ham yig'olmagan deb o'ylayman hammasini. Endi bir ikkitasi yig'magan bo'lsa, skilllarini, chunki skillari почти shimni bu skillar. Bu общий 150 mingta blink ehtimoladi, o'ylab ko'ringlar. Slava keladigan bo'lsa 30 mingta yig'ilgan, 20 mingtadan so'ng Alien 3 bo'ladi. O'zbekistonda 2 ta bor hozircha. Yo, bittami? Bitta bor hozircha Alien 3. Brawl Pass gapirmasiga ham bo'ladi. Tanika kiramiz, skillarga o'tamiz. Hamma Brawl Pass plus ochilgan. Hozirgi sezonga hali ulgurib qolmadik. Ertaga olamiz inshaalloh. Spike qichiq skini. Bundan chiqib ketsa, bundan Buffy'lar, Bayts'lar full. Men bilan tugamaydi o'zi inventariga qo'shib beriladigan narsalar. Brawl Pass'dan shunaqa gaplarni Pro Pass'ga o'taylik. Pro Pass'ga o'tadigan bo'lsak. Xo'p, Pro Pass birinchi sezonni Pro Pass'i, ya'ni ko'lga chiqilgan Pro Pass birinchi sezonniki full maksimalni level qilib, pulga sotib olib, pullik levelda oxirgi level, eng katta level. Keyin chiqqan Brawl Pass plusimiz Dynamite'da bo'ladi. Brawl Pass plus deyman, Pro Pass'imiz Dynamite'da bo'ladi. Ikkinchi sezonniki bu. Bu ham pullik tarzda maksimalni levelgacha kuchaytirib borilgan. Uchinchisi esa Leonniki bo'ladi. Leon ham pulli tarzda oxirgi levelgacha ham kuchaytirib qo'yilgan. Xo'p, bu akkaunt PUBG tenglashtiradigan bo'lsa, bemalol 98-99 kolleksiya akkauntlar bilan tenglashtiraveramiz. To'g'ri, u 98-99 kolleksiya akkauntlar bundan qimmatroq bo'ladi, lekin ichida qancha skin bor, masalan 99 kolleksiyali akkauntda PUBG'da 80% skin bo'ladi. Xuddi shunaqa degan tarzda aytaman. Xo'p, bu ko'pchilik Brawl tushunmaydi, shunga PUBG bilan qo'shib tushuntirib beryapman, PUBG'ni qo'shib. Xo'p, bu qanaqa tushuntirib beradigan bo'lsam, bu X-Suite deb tushuntirib beray yoki de prokachkali оружие deb tushuntirib beraman. Masalan, X-Suite oxirgi level 8 level bo'ladi. Eng katta level 8 X-Suite'larda. Bu masalan o'sha 8 level qilingan degani. Pul ketishi bunga sal kamroq ketadi, почти X-Suite'lar bilan bir xil ketadi. Varonga keladigan bo'lsa, Voronni ham full turibdi. Xo'p, Brawl Stars X-Suite deb gapiradigan bo'lsam, 4 ta X-Suite chiqqan, 4 talasi ham full qilingan. Xo'p, Brawlchilar o'zingizlar cho'molasizlar. Brawlni tushunmaydigan PUBG'dagi og'aynilar uchun PUBG'chasi tushuntirib beraman. Yangi Brawl o'ynashni boshlaganlar uchun. Buni kilchatlari ham bo'ladi. Brawl Pass'ga keladigan bo'lsa 378 dan 378 ta bunaqasi nimada o'tdi. Wow, nimada o'tdi? Nimada o'tdi mana skilllar. Old skilllar vashi taxlab tashlagan. Akkaunt shunaqa mazzada, просто krasno o'ynashlar bo'ldi, lekin sotilmaydi. Bu akkaunt $1000 sotilmagan. 7000 dan kamiga beriladi. Yo'q, o'zi sotilmaydi ham. Bunaqa akkaunt O'zbekistonda bitta. Masalan, bunaqa akkauntlarni ko'tarish juda qiyin, ko'pchilik o'zbeklar ko'tara olmagan. Chunki bu 2020-yildan beri tanat qilib o'ynalib kelingan akkaunt. Mayli, bizning birinchi qismimiz ham tugadi. Bu birinchi qism edi. Ikkinchi qismimizni profilimizni sirasi qo'yib yuboramiz. Sirasi emas, ertaga har kuni bitta qismdan qo'yib yuborishga va'da beraman. Ertaga ikkinchi qismda hamma skillarni alohida ko'rib chiqasizlar. Shunaqa skillar bor.
hammasi keyin ochilgan brawlerlar bor. Prям shu paytgacha chiqqan old skilllar bilan shunaqa brawlerlarimiz juda soni ko'p. Pilla, ikonka hamma narsa olingan. Hop, druzamizni nimasi qiziqtirgan deydigan bo'lsanglar, kirib ko'rsatmayman chunki nickname hammasi ko'rinib qoladi. 205 ga kubkadan bolalar bor. Qichiq igroklar bor. Tezroq keyingi qismni ko'rganlarga Telegram kanalimizga ham o'tib qo'yishlarni tavsiya beraman. Telegram kanalimizda mana shu ko'pkamni qancha qilayotganim o'shalar. Brawl Pass Plus'li konkurs ham qilaman. Obunachimiz примерно 100-150 ta bo'lsa, obunachimiz yaxshi ko'tarilib ketadigan bo'lsa, akkaunt savdo qo'shaman. U akkauntni o'zim sotib olib, akkaunt savdoga qo'yib sotaman. Birovlarning akkauntini reklama qilib bermayman. Chunki chopilib ketib qoladigan bo'lsa, biz javobgar bo'lmaymiz. U odam ham puli yo'qlaydi. Shu uchun aynan o'zim akkaunt sotib olib sotishga biznesini yo'lga qo'yaman. Sizlar ham akkauntinglarni menga sotishingiz mumkin, lekin hozir emas. Taxminan bir 500 ta obunachi yig'gandan keyin bu ishni qilishni boshlaymiz Telegram kanalimizda. Telegram kanalimiz kommentariyada turibdi. User oson Tevayn biz yoki mani lichkam esa Tevaynni o'zi. Xo'p, Telegram kanalimizga o'tishingizni so'rab qolaman. Previewni Isakulov qilib berdilar. Hammalarga rahmat.